Shon Strickland o'ta ko'p gapiryapti. Ko'p gaplar aytilmoqda. Sen haqingda shu gaplarni aytganidan hayronmisan? Axir birga mashg'ulot o'tkazganingiz, sen shunaqa gaplar aytiladi deb o'ylaganmiding? Masxarabozlar doim gapirishadi. Agar jim tursa u kulguli ko'rinmaydi axir. Birga o'tkazgan sparinglaring qanday o'tgan edi? Strickland aytdiki, sparing jarayonida men uni qiynab qo'ydim. Faqat do'stona sparing bo'lgani uchungina men uni avaylab ishladim dedi. U meni hech qachon sparinglarda qiynab qo'ymagan. Men uni aksincha qiynab qo'yganman. O'sha paytda tasavvur qilgan, men yarim o'rta vaznda 77 kilogramda jang qilardim va og'ir vazn tashlash jarayonida u bilan sparing qilganman. Lekin o'shanda ham men uni yengganman. Jang ham bundan farqli bo'lmaydi. Hozirda esa odamlar meni qanchalik yirikligimni va qanchalik ochligimni yaxshi bilishadi. Shuning uchun u yaxshi go'sht, men oq amerikalik tovuqni yaxshi ko'raman. Eshitishimcha sen hech qachon raqibga moslashib, unga qarshi qanaqadir mashg'ulotlar olib bormaysan. Hozir nimadir o'zgardimi? Endi raqibga qarab moslashyapsanmi yo hali ham o'sha rejangda ketyapsanmi? Yo'q, nega? Men raqiblarim haqida qayg'urishim kerak. Men ularga plan qilmayman. Agar sen ovchi bo'lsang, go'sht haqida qayg'urishga majbur emassan. Shunchaki uni izlab borib top, ortidan bor va yeb qo'y. Bo'ldi, bori shu. UFC tarixidagi eng katta dushmanchiliklardan biriga aylanib borayotgan qarama-qarshilik endi aniq oktagonda hal bo'ladigan bo'ldi. Mag'lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan monster Hamzat Chimayev hech kimdan qo'rqmaydigan telba striker Shon Stricklandga qarshi jang qiladi. Ikki sparing partnyor, ikki alfa xarakter egasi, faqat bittasi bu jangdan chempion bo'lib chiqadi. Savol bitta: Shon Bors Hamzat Chimayevni to'xtata oladimi? Yoki Chimayev mag'lubiyatsiz yurishini davom ettiradimi? Mana shunday UFC kontentlari uchun hoziroq obuna bo'l. O'zbekiston vaqti bilan 10-may ertalab soat 6:00 dan boshlanishi kutilayotgan kart, asosiy janglar esa 8:30-9 atrofida boshlanadi.